Alisher og'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Zarifshohmi shu Brandface og'a? Biz hozir servisga keldik. Xorazmning mijozda endi o'ylanadi mashina olguncha, servis bormi o'zi deb reklama qilamiz, servis bor deb. O'shanga servis oldik, keldik biz. Mana Jack Motors Surganch yozib qo'yibsiz, bu yoqqa reklamalar qo'yib qo'yibsiz. Mijozlar kelib turibdimi? Servis bo'yicha masalalar hal qilaverib turibsizmi? Mashina hamma nimadan hal qilib, Nima ishlar bo'yicha shug'ullanyapsiz og'a servisda? korobka, diagnostika, elektrik, hamma xizmati bor. Motor, korobka, ходовой, diagnostika, elektrika. Kuzov xizmatimiz ham bor. Endi u kuzov xizmati emas, u servis ishida emas, boshqa joyda. Xo'p, og'a, bu mashinalar o'zi jaklar qanaqa chiqyapti? Mijozlar nima deyishadi o'zi mashina bo'yicha? Bir e'tirozlar bormi, yo'qmi? Kamchiliklar bormi, yo'qmi? Yo'q, hali shu nima bo'lmadi, bir kamchilik, muammo bo'lmadi. Bir Hammasi yaxshi. olgan mijozlar rozimi mashinadan o'zi? Bir kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, unaqa bir kamchilik bo'lmadi hali. Hammasi cho'tka, xudo xolasa. Haydab yurgan mashinalar, mijozlar hammasi maqtayapti, yaxshi mashina ekan, yaxshi mashina ekan. Maqtab turishibdimi? Yaxshi og'a. Xudo xolasa bu yerda hamma xizmatlarni qilib beraverasiz. Lokatsiyani bitta tushuntirib yuborsangiz og'a, yaxshi bo'lardi. Xiva Kuzov avtohavoy deb aytsa hamma biladi. Bilishadi. Avtoline? Avtoline. Avtoservis. Yaxshi og'a. Shuni nimasidir? Bo'ldi. Alisher og'a, mana siz nomeringizni bolalar berishadi va o'zimizga bog'lanishadi. Servis masalasi bo'yicha kelishaveradi. Xo'p, og'a, bitta savol yana sizga. Endi video qilyapman, to'g'risi, ochiqni aytib qo'yay. Misol motor moyni birinchini almashtirish necha ming kilometrda tavsiya berilyapti, og'a? Birinchi zavod moyi 2,5 mingdan almashtirish kerak. 2,5 ming, a? 2,5 ming kilometrda uzog'i bilan bu 2,5 ming kilometrda almashtirish kerak, to'g'rimi og'a? Xo'p, u yog'i garantiya bo'yicha necha ming kilometr almashtirib turishni maslahat beriladi, og'a? Garantiya bo'yicha keyingi yillari 5 mingdan almashtirish kerak. 5 mingdan almashtirish kerak. Ya'ni mashina modeliga qarab turib almashtiriladi. Xo'p, bundan buyog'i misol obunachilarga ham real narsani aytish kerak. Mashina olgandan keyin biz garantiya beramiz. Jack X200, Jack Saray, Jack Saray One modellarimizga 3 yil 100 ming probeg garantiya beramiz. Og'a, qolgan mashinalarimizga 5 yil 150 ming probeg garantiya beramiz. Agar gaz qo'yishadigan bo'lsa, ular 50% kamayadi. Ya'ni kamroq muddatga garantiya qoladi, og'a. Bu narsani o'zingizlar ham aytgan bo'lsangiz kerak, Umidjon aka, sizga. Shu garantiyadan chiqmasligi uchun mijozlarga qiziqda bu narsa, ma'lumot manfaatli bo'lsin qilgan videoyimiz. Har shu moy almashtirgan kelganda kitobchasi bo'ladi. Kitobchasi bilan kelishib tavsiya beramiz mijozlarga. Bu yerda o'sha kitobchasiga siz moyni almashtirib bergan probeglaringizni yozib kiritib qo'yasiz. Pechatlar qo'yib beriladi Tashkent Motorsdan. Shu pechatlar qo'yib beriladi. Xudo xolasa shu masalalarni hal qilib berib ketib tursa, garantiyadan chiqmaydi mashina, xudo xolasa, og'a. Agar mana mashinalardan bitta bir baribir ozgina bir muammo bo'lib qoladi. Hamma narsa variant asosida qilib berilyapmiz. Shu nimasi bo'ladi? O'zi servisda ko'rsatilgan probeg bo'yicha hamma detallarga o'zini probegi berilgan. Har bir detalga ko'rsatilgan. Shu muddatidan oldin shu nimada zapchastda muammo bo'ladigan bo'lsa, muammosiz garantiya bo'yicha hal qilib beryapmiz shuni. Agar mijoz tomon o'tadigan bo'lsa, mijoz o'zini bo'yniga qoladi. Shundaymi? Shunday ekan. Buni boricha aytish kerak. Misol, kecha ham video chiqaryapman, bitta mijoz yozyapti. Garantiya bergansan, garantiya bo'yicha qilib bermagansan. Lekin garantiya bo'yicha har bitta mijozimizni rozi qilib chiqaryapmiz. Nima? Zavod tomonidan muammo bo'lgan bo'lsa, ya'ni zavod tomonidan kamchilik bo'lgan bo'lsa, agar zavod tomonidan kamchilik bo'lmagan, mijoz e'tiborsizlik qilgan yoki loqaydlik qilgan yoki o'zi shu standartdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, endi garantiya bo'yicha bo'lmaydi, lekin misol mashinani taxlab beraveramiz. To'g'rimi? Shunday ekan, agar mana garantiyadan chiqqan, masalan, shu qancha yildan keyin ham garantiya tugagan bo'lsa ham, biz keyingi davomini garantiyali xizmat ko'rsatib berishni nima qilamiz ekan, muammosi yo'q. Xudo xolasa. Bo'ldi, Alisher og'a, xudo xolasa, rahmat. Video oldik, rozi bo'lasiz, og'a. Xo'p, aka, charchamang. O'z bo'lganingizda yaxshi bo'lardi, chiroyli video qilardi. Endi yana kelganimizda xudo xolasa kelamiz, og'a, yana bir.
Bo'ldi, menga xabarim bo'lmabdi aka, hozir bir ish. Yo'q, muammosi yo'q, xudo xolasa biz ko'ramiz, xudo xolasa nasib bo'lsa yana bir kelamiz. Bir oylardan, 2 oylardan Alloh nasib qilgan vaqtda xudo xolasa kelib bir shunday tadbir qilib turamiz, og'a. Xo'p aka. Maqsadimiz shu mijozlarni rozi qilish, Jaktenni butun O'zbekistonga tanishtirishdir maqsad. Odamlar manfaat topsa, biz shundan xursandmiz, to'g'risi, og'a. Charchamay, og'a, ishlarga omad. Ishlayingiz rivojini bersin. Hurmatli obunachilar, mana Jack Motors servisiga ham keldik. Bu yerda motor, korobka, zatnimoz, xullas hamma garantiyalar bo'yicha hamma ishlar hal bo'ladi. Alisher og'a bilan gaplashdik, suhbatimizni ko'rdilar. Albatta sizlarga manfaatli bo'lishi uchun shu videolarni qilyapmiz. Garantiya bo'yicha, bemalol servisi bo'yicha kelib, xizmatlarni ko'rsatib ketinglar. Har 5000 kilometrda texnik qildirib tursangiz, o'zlaring uchun manfaatli bo'ladi va kitobchada shimoy almashtirganlar, nima ishlar qildirganlar bo'yicha kitobchasiga yozib yursangiz, albatta foydali bo'ladi. Bular sizlar uchun video qildik. Albatta like bosib, kommentariy o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Biz sizlar uchun xizmat qilishdan hech qachon charchamaymiz.